Bugun 29-mart kuni e'lon qilingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, AQSh va Eron o'rtasidagi keskinlik yangi bosqichga o'tishi mumkin. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Tramp Tehronga murojaat qilib, urushni to'xtatish bo'yicha muzokaralarga tez orada jiddiy kirishish zarurligini ta'kidlagan edi. U shuningdek, Eron kelishuviga erishishga intilayotganini bildirib, muzokaralarga bosim qilayotgan tomon aslida AQSh emasligini qayd etgan. Shu bilan birga The Washington Post nashrining xabar berishicha, AQSh Mudofaa vazirligi Pentagon Eron hududida bir necha hafta davom etishi mumkin bo'lgan harbiy operatsiyalar ssenariylarini ko'rib chiqmoqda. Ushbu rejalar maxsus operatsiyalar kuchlari hamda oddiy piyoda qo'shinlar ishtirokidagi yer usti reydlarini o'z ichiga olishi mumkin deyiladi xabarda. Hozircha Donald Tramp mazkur rejalarni tasdiqlashi yoki rad etishi noma'lumligicha qolmoqda. Rasmiy manbalarga ko'ra, yakuniy qaror hali qabul qilinmagan. Ammo yuqoridagi rasmiy ma'lumotlarga teskari ravishda to'liq tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp allaqachon Mudofaa vazirligi taklif etgan Eronga yer usti harbiy operatsiyasini tasdiqlagani aytiladi. Ayni paytda AQSh ichkarisida ham siyosiy vaziyat keskinlashib borayotgani haqida xabar bergandik. Mamlakatning turli shaharlarida No Kings nomi ostida, ya'ni qirolga yo'q deng deb nomlangan ommaviy norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Bu aksiyalar allaqachon 3-marotaba tashkil etilib, millionlab odamlarni jalb qilgani aytiladi. Ushbu namoyish tashkilotchilarining bildirishicha, ular Donald Tramp ma'muriyati olib borayotgan siyosatlarga, jumladan Eron bilan bog'liq harbiy harakatlar, immigratsiya nazoratining kuchaytirilishi hamda yashash xarajatlarining oshishiga qarshi chiqishmoqda. Tashkilotchilar bayonotida hokimiyat xalq qo'lida bo'lishi kerak, u o'zini qiroldek tutmoqchi bo'lganlar qo'lida emas degan fikr ilgari surilgan. Oq uy vakillari esa ushbu namoyishlarni keskin tanqid qilib, ularni asossiz norozilik aksiyalari sifatida baholagan. Xususan Donald Trampning o'zi esa namoyishlar haqida Amerika Qo'shma Shtatlari aholisining ko'p qismini qamrab olmaydigan marginal qatlamning yurishlari deb baholagan. Tahlilchilarning fikricha, tashqi siyosiy keskinlik va ichki noroziliklarning bir vaqtda kuchayishi AQSh siyosiy maydonida murakkab vaziyat yuzaga kelayotganini ko'rsatmoqda.